Avvalambor assalomu alaykum. Mana shu Orom Medicalda ishlayotgan barcha hamshiralarga, avvalambor Qunduzxonyaga minnatdorchiligimni bildirmoqchiman. Men birinchi marta kelib uchradim, lekin bel sohada grejamni kattalik qismi 7 millimetr bilan chiqarib berishdi. Bo'yin sohasida ham 2-3 yerda bo'yindagi og'riq anchagina sezilarli darajada bilintirardi og'rig'i. Lekin birinchi marotabaga juda ham effekti yaxshi, ancha holatim oldingiga nisbatan yaxshi tomonga o'zgardi. Avvalambor Xudo, inshaalloh Xudo xolasa hammasi yaxshi. Mana shu Orom Medicalda ishlaydigan hamshiralarga, oyaga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Menki oldindan og'riq bo'lardi, juda befarq bo'lgandim. Lekin nevropatologlarga uchrasam operatsiyagacha yetib boradi deb shunaqa xulosa chiqarib berishdi. Keyin mana shu To'raqo'rg'on tumani Kumidon qishlog'ida joylashgan Orom Medical tavsiya qilishgandan keyin shu yerga keldim va natijasini sezdim. Hammalariga minnatdorchiligimni bildiraman. Rahmat kattakon.